Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bugun islohot haqida to'xtalaylik. Amaliyotda islohot degan so'z arabcha so'z. O aslaha degan so'zning ism shakli. Buning ma'nosi ma'lum bir shay'ini yoki ma'lum bir holni aslidagidan texmi yaxshilash, texmi a'lolashtirish, tuzitish, o'ngshash deganlik. Amaliyotda hammamiz o'zimizni bir islohotga muhtoj deb his qilamiz. Mayli bir shaxs, mayli bir millat, mayli bir jamiyat amaliyotda har vaqt o'zini mevcut holdan ko'ngildagidek holga akilish uchun ba'zi bir islohot tadbirlarini qo'llanadi. Nima uchun biz islohotga ehtiyoj qilamiz? Chunki har doim bizning mavjud ahvolimiz bilan ko'nglimizdagi ahvolimiz orasida bir farq bo'ldi. Masalan, biz o'zimizni semiz deylik. Bu semizlik bizning mavjud holimiz. Ammo uruqlamoqchi bo'lish bizning ko'ngildagi holimiz, ya'ni orzuyimiz. Demek bizning bu semizligimiz bilan, ya'ni bu mavjud ahvolimiz bilan uruqlashdan iborat ko'ngildagi orzuyimiz o'rtasida bir farq bor. Mana bu farq bizni har doim islohotga qistaydi. O'zimizni yaxshilashga, o'ngshashga qistaydi. Amaliyotda biz mushu formulani, ya'ni mavjud hol bilan ko'ngildagi hol o'rtasidagi farqdan iborat bu formulani o'zimizdan hamma masalalarga tatbiqlab baksak, nurg'un masalalarni tushuna olamiz. Amaliyotda islohotga ma'lum bir shaxslar emas, millat, bir jamiyat, bir davlat, shirkat har doim ehtiyojli bo'ldi. Hatto islohotlar ma'lum bir millatning, davlatning hayotida davr bo'lgich unumlarni qo'lga keltira oladi. Inqilob xarakterli natijalar nurg'un islohot orqali qo'lga keldi. Biz bu vaqtda tarixda nurg'un misollarni uchratamiz. Ammo bizning bugun to'xtalganimiz bir shaxsning islohoti haqida bo'ldi. Unda da biz bu islohot haqida gapirganlardan burun, unda da dunyodagi eng buyuk islohot nima bo'lishi mumkin? Biz mushundan bir so'zimizni boshlab boqaylik. Mening qarashimcha dunyodagi eng buyuk islohot Alloh taolaning insonlarni zalolatdan hidoyat yo'liga boshlashi uchun payg'ambarlarni avatishi. Ya'ni payg'ambarlarning ma'lum bir dinni yoki Alloh tarafidan elib kelgan dinni insonlarga yetkazishi balki insonlar hayotidagi eng buyuk, eng tubki islohot bo'lishi mumkin. Bu nuqtadan aytgan vaqtda bir dinning nozil bo'lishi bir buyuk islohotning boshlanishi bo'lsa, şu dinni egegan payg'ambarlar insoniyat tarixidagi eng buyuk islohotchilar hisoblanadi. Bundaqda bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning islohoti nimadan boshlangan? Biz Qur'oni Karimni varaqlaydigan bo'lsak, Alloh taolaning payg'ambar alayhisolamga nozil qilgan tunji oyatining o'quv ekanligini ko'ramiz. Ya'ni iqra. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Buning ma'nosi o'qigin. Seni yaratgan Rabbingning nomi bilan o'qigin deganlik. Ya'ni eng buyuk islohot, ya'ni bir dinni nozil qilishdan iborat bir buyuk islohot mana bu o'quv degan bir amr bilan boshlangan. Mushu nuqtadan qarab men islohotning tunji qadami o'qish ekan degan xulosani chiqardim. Endi biz o'quv degan so'zni qattiq to'xtalishimiz lozim. Endi bu yerdagi o'quv degan so'zning keyniga, ya'ni o'quv degan bu fe'lning keyniga muayyan bir to'ldiruvchi kelmagan. Ya'ni arab tili grammatikasi nuqtasini qarasakmi, ya'ni o'quv deganning keyinda manda narsani o'qigin, palonni o'qigin deydigan o'quvdan iborat bu fe'l qaratilgan bir to'ldiruvchi yoki arabcha aytsak bir maf'ul yo'q. Mana mushu grammatikalik imkon bizga o'qishning keyniga, ya'ni o'quvdan iborat bu fe'lni bizning nihoyatda keng tushunishimizga bir bo'shliq hozirlab berdi. Shunga bu arab tili grammatikasi nuqtasidan bu oyatni tahlil qilgan vaqtimizda bu o'qishning, ya'ni Alloh o'qu degan bu amrning muayyan bir sohaga cheklanmaganligini yoki ma'lum bir obyekt bilanla cheklanib qolganligini ko'ra olamiz. Balki biz o'ylashimiz mumkin. Bu o'qu degan oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimni o'qigan, ya'ni vahiyni o'qigan sahobalarmi payg'ambarga ergashib, payg'ambarga Alloh nozil qilgan vahiylarni o'qigan. Demak, bu faqat shu vahiyni o'qishga qaratilgan deb o'ylashimiz mumkin. Mana shunday emas. Albatta uningga qaratilgan. Ammo u uning bilan cheklangan emas. Qur'oni Karimni tafsir qilishda, ya'ni tafsir ilmida bir qoida var. Ayetlerin ma'no ilish şu ayet nozil bo'lgan sabablarga maxsus bo'lmasdan balki şu ayetlerin labziga xos deydigan bir qoida var. Ya'ni bu deganlik, garchi ma'lum ayetlar muayyan bir tarixiy arqa ko'rinish asosida nozil qilingan bo'lsa-mu, ya'ni nozil qilinishida ma'lum bir obyektiv sabab mavjud bo'lgan bo'lsa-mu, o ayetlarning ma'nosi hargizmi şu obyektiv sabablarning o'ziga bog'lanib qolmaydi. Ya'ni biz bu ayetlarni o sebeplerden ajırtıp elip durup ayrım bir cümle, ayrım bir tekst altında tahlil kılsak, mana alsak bo'laverdi. Tafsirşünaslık ilmide bunu yol koygan. Muşu noktadan aytganda
Allah Taala'nın atayın oku degan emirden keyin uni muayyan bir to'ldiruvchi bilan bog'lamasligi. Ya'ni o'quvni ma'lum bir o'qish obyekti bilan bog'lab qo'ymasligining o'zi bizga bu emirni keng tushunish imkoniyatini berdi deb o'ylayman. Endi ikkinchi muhim bir nuqta, bu oyatdagi o'qu degan bu emir yine muayyan bir kishilar to'plamiga qaratilgan emas. Gerçi o'qu degan so'z eng avval payg'ambarimizga aytilgan bo'lsa-mu, albatta uning payg'ambarimizga aytilganligi, payg'ambarimizga ergashgan uning ummatiga aytilgan bo'ldi. Endi bu yerda buning demoqchi bo'lganim, bu yerdagi Allohning o'qu degan amri maxsus maktabda o'qiyotgan o'quvchilarga qaratilgan emas. Yoki ilm bilan bilishadigan olimlarga qaratilgan emas. Balki siz mayli qanday salohiyatli bir odam bo'ling, mayli siz bir ona bo'lishingiz mumkin, yoki bir tijoratchi bo'lishingiz mumkin, yoki dehqon bo'lishingiz mumkin, bir hunarvan bo'lishingiz mumkin. Mana shu o'qu degan amrning ostiga siz kirib ketasiz. Ya'ni bu o'qu degan amr islomga ishongan, islomni qabul qilgan barliq mu'minlarga o'rtaq qaratilgan bir ilohiy buyruqdan iborat. Buni shunda tushunib olish va shunda tushunish lozim. Endi oxirida shuni ta'kidlayman. Bu yerda o'qu degan amrdan keyin, ya'ni mushu bir jumla oyatda o'qu, seni yaratgan Rabbingning nomi bilan o'qu deganda, balki Rabbingning nomi bilan o'qu deganlik, ya'ni bu o'qishning etikalik qismi qaratilgan. Ya'ni sen Allohni maqsad qilib o'qigan, Allohning roziligini ko'zlab o'qigan, sening o'qish, ma'arif, ilmiy izlanishdan iborat bu faoliyatingda cho'qim Alloh mavjud bo'lsin. Bu Allohdan ayrilmasin degan ma'noda deb tushunsak bo'ladi. Demak, yuqorqi bayonlarga asoslanganda bu yerda Allohning o'qu degan bu amri eng yuqorisi insonlarni zalolatdan hidoyatga boshlaydigan Alloh nozil qilgan dinimizni o'qishdan boshlab bizni, sizni va musulmonlarni qudrat topuzdigan, ularni kuchli holatga elib keldigan va ularga foydali bo'lgan barliq ilmlarni o'qish qadar o'z ichiga oladi. Amaliyotda insonning zalolatdan hidoyatga o'tishi, nadonlikdan ma'rifatga o'tishi, ojiz holatdan kuchli holatga yuksalishi, shundaqla boshqalarning oldidagi xor, pes, bozak holatdan g'olib holatga o'tishi, mana shularning hammasi amaliyotda islohotdan boshqa narsa emas. Chunki mavjud nachar ahvoldan ko'nglimizdagi yaxshi ahvolga o'tishning hammasi amaliyotda islohot hisoblanadi. Demak, mana shu islohotda Allohning bizga amr qilayotgani shu. Sen bu islohotini o'qish bilan boshlagan. Sen bu islohotini o'rganish bilan boshlagan deyapti. Endi meningcha bu islohot mayli shaxs uchun, mayli bir millat, jamiyat uchun, hatto davlat uchunmi shundoq. Biz davlat millatlarning tarixidagi nurg'un misollar uchun oldimizda maxsus to'xtalaylik. Bir shaxs sifatida hammamiz o'zimiz haqida o'ylab boqaylik. Balkim ko'pinchimiz hozirgi holatimizdan toza rozi bo'lmasligimiz mumkin. Masalan, siz o'quvchi bo'lsangiz, shuncha tirishib baqsammi hech o'rganolmayotman, tushunolmayotman, esimda qolmayotdi deb o'rganish holatingizdan rozi bo'lmasligingiz mumkin. Balkim siz bir dada yoki ona bo'lish sifatingiz bilan o'zingizning farzand tarbiyasidagi ifodasidan toza rozi bo'lmasligingiz mumkin. Yoki siz bir tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan toza yaxshi pul topolmayotman, mushu ishni yaxshi qilolmay qoldim deb o'zingizning savdo ahvolidan rozi bo'lmasligingiz mumkin. Hatto er-xotinlik munosabatda balki birisi-birisingizdan yoki bu munosabatning sifatidan rozi bo'lmasligingiz mumkin. Amaliyotda mana shularning hammasi, mana shu rozi bo'lmasliklarning hammasi bizga nisbatan bir islohotni taqozo qildi. Mana shunday ahvolda qanday qilamiz? Bayam deganimdek, agar siz bir ona bo'lsangiz, unda da sizni texmi yaxshi tarbiyalashni o'rganish uchun o'qing. Agar tijoratchi bo'lsangiz, ishingizni texmi yaxshi qilish uchun o'qing. Ya'ni har qanday bir islohotni, tunugundan bugunni yaxshiroq qilishni, shundaqla atini bugundanmi texmi yaxshi holatga kelishni o'ylasangiz vaqtda yanala o'qing. Bugungi kunda ushlangan masalalarimiz uchun javob topolmaslik imkoniyatimiz asosan yo'q. Har qanday masalaga munosabatli yozilgan maqolalar, asarlar shundaqla izlansak nihoyat oson topiladi. Oxirida men so'zimni bir savol va bir qisqa bir javob bilan oxirlashtiray. Bundaqda biz bu islohot uchun zodi nima uchun o'qishga muhtoj? O'qishning zodi nima foydasi bor? Men bu yerda o'qishning zodi qanday foydasi bor ekanligini nihoyat uzoq suzilgan nazariyalar bilan tushuntirib o'tmayman. Men faqat qisqa bir narsani so'zlay. Har qanday bir natija, ya'ni muayyan bir obyektiv natija chuqur ma'lum bir harakatdan keldi. Shundaqla har qanday bir harakat chuqur ma'lum bir bilishdan keladi. Shundaqla har qanday bir bilish chuqur o'rganishdan, o'qishdan va o'qiganlarni hazm qilishdan keldi.
Siz ekrandaki şu sxemga qarab baqsangiz, men hozir so'zlagan bu formulani nihoyat ro'shan ko'ra olasiz. Alloh hammamizning o'z isloh safarini o'ngishli, muvaffaqiyatli bo'lishga nasib qilsin. Hammaga rahmat.